o'quvchilar, hozir o'qish darsidan o'tilgan mavzularni mustahkamlash uchun siz bilan biz soyabon metodidan foydalanamiz. Soyabon metodining vazifasi qanday bo'ladi? Demak, soyabonda har xil savollar qog'ozchalarga yozilgan bo'ladi. O'quvchilar chiqib, atrofida turib oladi. Xo'p, soyabon to'xta degan paytda mana bu qog'ozchalarni ushlab olishingiz kerak bo'ladi. Ushlangan qog'ozingizda 3 tadan savol berilgan. Siz 3 ta savolning hammasiga javob bersangiz, bahoyingiz 5 bo'ladi. Agar 3 ta savolning 2 tasiga javob bersangiz, 4 baho olasiz. Agar siz 3 ta savolning 1 tasiga javob bersangiz, baho necha ekanligini bilasiz. Xo'p, unda siz bilan darsimizni tushungan bo'lsangiz, boshlaymiz. Xo'p, demak, savollarimizni tushundingiz, sharti bilan tanishib oldik. Unda biz birinchi ishtirokchimiz Solihadan boshlaymiz. Qani? Yo'ldagi suhbat she'rining muallifi kim? Rauf Tolib. Barakalla. Bulbul chamonni sevar odam? Vatanni. Barakalla. Kuz fasli qaysi oydan boshlanadi? Sentyabr. Barakalla. Olqishlaymiz. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz Moqchehra. Yo'ldagi suhbat she'rida oxirgi bo'lib kimga murojaat qilinadi? Bog'bonga. Juda ham to'g'ri. Qiziqtiradi, so'nmaydi, usiz giyoh o'nmaydi. Quyosh. Juda ham to'g'ri. Valijon hikoyasida qaysi parranda har kuni tuxum qo'yadi deb aytadi? Juda ham to'g'ri. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz esa Marjonaxon. Qani Marjonaxon, savollarga tayyormisiz? Vatanimiz poytaxti Toshkent. Barakalla. Kimlarni hunarmand deb ataymiz? Temirchi. Juda ham to'g'ri. Ipakchi. Pichoqchi. Yana? Tandirchi. Barakalla. Keyingi savolimiz 8-dekabr qanday kun? Konstitutsiya. Barakalla. Ofarin, olqishlab qo'yamiz. Juda ham to'g'ri. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz Munisaxon. Qani Munisaxon, tayyormisiz? Xo'p, tibbiyotga hissa qo'shgan bobomiz Barakalla. Xo'p, Alisher Navoiy nechta katta daston yozgan? 5 ta. Sehrli so'zlarni aytib bering. Rahmat, marhamat, assalomu alaykum, uzr, kechirasiz. Xush kelibsiz. Barakalla. Juda ham to'g'ri. Qani olqishlab qo'yamiz. Keyingi ishtirokchimiz, xo'p, qani tabiatga eng ko'p ozorini kim yetkazadi? Odamlar. Barakalla. Xo'p, Valijon hikoyasida Valijon tongda uni nima qichqirib